alaykum hurmatli obunachilar. Yana bitta sotuv uyimizga chiqdi. Urugzor Rezidence'dan juda yaxshi domlar, Novostroykadan 16 qavatli binoyimizning 8-qavatidan, prям o'rtasidan chiqdi. Dom raqamini aytib o'tib ketaman. 36-domda. Juda yaxshi lokatsiya. Maktab yonida joylashgan bu. Urugzor bozorida yonida, lokatsiyalari ham juda yaxshi. Ijara qo'yishga ham, o'zingiz yashashingizga ham, investitsiya kiritish uchun ham juda shikolat variant. Video davomida narxlarini, uyning kvadratlarini aytib o'tib ketaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Domimizga ham kirib oldik. Kirishimiz ko'rib turibsizlar, juda katta koridor, keng koridor. Bemalol mamitlarga prixoshka mebellaringizdan qildirsanglar bo'ladi. Hamma joyga mana bunaqa chiroyli lyustralardan qo'yilgan. Kirganimizda o'ng tarafda sanuzul. Sanuzullarga ham e'tibor berasizlar. Fermaniki emas, ferma qilib bergan sanuzullardan emas. Mana bunaqa shkaflar qilib qo'yilgan, oynalari bilan. Hojatxonasida ham xuddi mana shunaqa shkaflari bor. Ko'rib turibsizlar. Juda keng, katta, kafil qilingan hamma joyga. Kirishda birinchi xonamiz mehmonxona hisoblanadi. Televizor uchun alohida dekorlar chiqarib qo'yilgan. Televizorga simlari, antennalari, hamma narsa bor. Bu yerda konditsioner uchun ham chiqarib qo'yilgan. Pardalari ham juda zamonaviy, oxirgi stilda qilib qo'yilgan. Bu yerda ham lyustra, osma patologlar qilib qo'yilgan. Podsvetkalar bilan juda chiroyli turibdi. Atachenta sifat aboyla qilingan hamma xonamizga. Bu yoq balkon, o'zining balkonchasi bor. Ko'rib turibsizlar, balkon ham juda katta. Hovliga qaragan tarafi, parkovkaligi ham juda katta. Yonida maktab bor, mana bu tarafda. Farzandlaringiz bo'lsa, bemalol maktab, bog'chaga chiqsa bo'ladi. Hech qanaqa uzoqda joylashmagan. Bolalar ploshatkasi ham shunday ko'rinib turadi. Narigi xonaga o'tadigan bo'lsak, narigi xonani ham tanishtirib o'tib ketaman sizlarga. Bu xonamiz oshxona. Oshxonani ham ko'rib turibsizlar. O'zim mana bunaqa mягкий mebellar bilan qilib qo'yilgan. Oshxonada hamma kerakli jihozlar bor. Xolodilnik, kir mashina, oshxona mebellari ham juda chiroyli. Duh kontri kotyollargacha o'ralgan. Jalyuzilari ham bor. Bemalol 6 kilolik kir mashinadan qo'yilgan. Oxirgi zamonaviy anaqalar qo'yilgan. Smesitellar, mana bunaqa narsalar ham qo'yilgan. Juda yaxshi. Sensorda ishlaydigan nima deydi? Sensorda ishlamay qoldi. Sensorda ishlaydigan dud bo'ronlari bilan keyin mana bunaqa tabletka sifat zamonaviy gaz plitalar ham qilib qo'yilgan. Oxirgi xonamizga o'tamiz. Oxirgi xonamiz spalni. Spalnida ham hamma mebel jihozlari bor. Bitta konditsioner qo'yilgan, bu yerda ham lyustra, bitta televizor deb qo'ysangiz, umuman kami qolmaydi. Xohlasangiz ijaraga qo'ysangiz ham 550-600 dollardan qo'yib beramiz odam o'zimiz. Murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomerlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqinglar. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi ham juda shikolat narxda turibdi. Narxini 62500 AQSh dollar deb belgiladik. Bu o'zimizning qo'limizga, bu hech qanday makler yo bo'lmasa qanaqadir posrednik o'rtaga tushgani yo'q. Bu o'zimizning uyimizda. O'zimiz sotyapmiz. Ipotekaga bermaymiz, faqat naqdga. Pastda nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Uyimizning kvadraturasi 56 metr kvadrat.